jarayonidamiz. Hop, Kangxi 600G modelidamiz. Hop, jarayonni 1 oy bo'lishi kerak. 1 oydan bir oylarda ko'rsa bo'ladi. Ishonch hosil qilish uchun 40 kun yoki 2 oydan ko'rsa bo'ladi. Bola matkadan ajrab o'rtaga kindik bo'lib chiqadi. Xo'sh, mana biz hozir otimizni qilib bo'ldik. Xo'p, videosini chiqardik mana. Mana ko'rishingiz mumkin, mana. Mana g'ovakchaning ichida hali bola o'rtaga ajralmagan. Mana ko'ryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin g'ovak. Agar tuxumlarning yetilishi bo'ladigan bo'lsa, otlarda tuxum yetilishi ikki tarafda yetilar birdan, ikkita shoxdan. Ikki shoxning ko'rinishi dumaloqning o'zi tekis bo'ladi. Oyi mana 1 oyliklarni narga tuxumdonlar yetilishini ikkalasining farqlash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun bunday otlarni yana paxtonaga tashlash mumkin. Lekin hozir ishonchimiz komil, otimiz qochgan. Bunga ko'proq tajribamiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu apparatimiz sinov jarayonida turibdi. Do'stimiz olyaptilar. Endi otga yaqinlashmay, tep qo'ysa yana bola boshlamaylik. Shuncha tekshirib berdik. Joningiz omoningiz sog' bo'lsin.